Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uybekasi kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugun sizlar bilan fikus gullarini yerga ekkan edim. O'shani tuvakka olish, buni qanaqa tuproqqa ekamiz, ularning ozuqalari haqida suhbatlashamiz. Mana bu fikus benjamin guli. Men may oyida buni yerga ekib qo'ygan edim. Mana 2 tup bu yerda. Hamma joyi qiyshayib ketgani uchun buni boylab qo'ygan edim. Mana kunlar salqin tushganiga ular sekin barg tashlayapti. Ularga mana epin sepib qo'yganman. Tuvakka ko'chirganimda stressga tushmasligi uchun. Bu benjamin sorti. Mayda bargligi. Mana bu yoq tomonda bu fikus kauchukanосный deyiladi. Uni bargi katta, bargi yirik sortidan. Buni juda ham turi ko'p. Именно shu kauchukanосныйni Safiya sortlari bor, yana mramorniy sortlari bor, yana juda ham ko'p turlari bor. Endi men buni ham yerga ekkan edim. Epin sepib qo'yganman bunga ham. Buni yonida военный fikusim bor. Mana buni ham bahorda may oyida yerga ekkan edim. Qani hozir buni men kovlab olaman. Keyin yana davom ettiramiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, men yerdagi ekilgan fikuslarni oldim. Hammasini bitta qilib olib kela qoldim. Mana военный fikusim. Bu unaqa juda zo'r o'smadi. O'sdi, unaqa juda ko'p o'sgani yo'q. Men nazarimda mana shunaqa holatda. Mana ildizlari yaxshi. Yerda albatta bilasizlar, har doim yaxshi bo'ladi. Mana tagida chuvalchanglarim bor. Chuvalchanglarni olib tashlashga harakat qilaman, tushirib. O'zi iloji boricha buni ildizini bezovta qilishni xohlamagan bo'lardim, lekin mana chuvalchanglarni tushirib yubordim. Mana buni mana shu tuvakka ekaman. O'ziga mos, kichkina, bunaqa katta tuvakka ekish shart emas, mana deb o'ylayman. Mana tuvakka ekaman buni. Endi mana fikus deb yozib qo'yilgan tuvagim. Bunga fikus benjaminni ekishni mo'ljal qilyapman. Qani ko'ramiz, qay biri bunga mos keladi. Mana fikusim. Bu yerda 2 tup fikus ekkan edim. Har qanaqa gul agar e'tibor bersanglar, agar bilsanglar, yerda juda ham yaxshi o'sadi. Chunki yerda hamma narsani o'zi Allohning joyiga keltirib qo'yadi. Chunki bu tabiat, bu gullar tabiatning bir bo'lagi. Bizlar uni tuvaklarga ekamiz, ko'zlarni quvontirish uchun, qishda sovuq urmay o'zimizga bu gullarga yaxshi bo'lishligini xohlaymiz, ham ko'zlarni quvontirib turadi deymiz. Lekin bu gullar hammasi bizga chet eldan kirib kelgan, qaysi bir davlatlarda har doim issiq, yana qanaqadir shart-sharoitlari bularga mos keladiki, bular yerda daraxt bo'lib o'sadi, salkam daraxt bo'lib o'sadi. Balki bu bo'lsa, tabiatda buni biz ko'rmaganmiz. Lekin ko'paytirilib, bu chet ellardan olib keltirilib, mana bizlarga sotib olganmiz, mana ko'paytiryapmiz. Xullas, shunaqa gaplar. Mana shu tuvakka, o'zini tuvagiga eksam bo'lar ekan. Mana endi buni katta fikusim, katta barglik fikusim. Bularning hammasi fikus, umumiy nomi fikus deyiladi, lekin bu fikus bu kauchukanосный, buni mramorniy sortlari bor. Men boya aytib o'tdim. Военный ana ko'rdinglar, fikus benjamin, mayda bargliklari bor. Mana men buni bu yil yozda qirqqan edim ko'paytirish uchun. Bunga sitakinovaya pasta surmadim, to'g'rirog'i. Uni o'z tabiiy holatda ko'payishini xohlagan edim. Lekin afsuski bu unday bo'lmadi. O'z umuman shu fikusni ko'paytirish uchun avvalo bu 70 cm, eng kam 70 cm baland bo'lishi kerak, bo'yi o'sishi kerak. Shunda qirqsak, bu tabiiy yo'l bilan ko'payadi. Endi meni sabrim yetmadi. Albatta bu balki bunga sitakinovaya pasta sursam yondan chiqardi, balki mana yonda kichkina chiqardi, bu qotib qoldi. O'sha baribir surish kerak edi. Hozir endi buni qanaqa tuproqqa ekamiz.
Mana hurmatli kuzatuvchilar, men tuprog'imni tayyorlab oldim. Qanday? Menda har gal mana shu gullarni ekkanimda tur, biogomus, perlit, vermikulit, keyin mana chala yongan o'tin, yog'ochni mana chala yonganlari uni tashlab qo'ydim. Men bitta qo'limda olayotganim uchun menga noqulay, o'shaning uchun buni tayyor edi o'zi. Har gal gul o'tkazganda ozgina qoladi. Mana tarkibida perlit bor, vermikulit, mana yaltirab turganlari, ko'mir mana bor, biogomus bor buni tarkibida. Keyin mana yana men biogomus qo'shaman, chunki 3 ta tuvakka men yetkazishim kerak. Yetmasa yana tayyorlayman. Mana soldik. Endi bunga mana yana bu yerda ozgina tuprog'im bor. Bu ham qolgan tuproq. Mana ko'rib turibsizlar, perlit, vermikulit bor, biogomus bor buni tarkibida. Mana bu yoqqa solamiz buni ham. Bu yerda guruchni tuprog'i ham bor ekan. Ancha payt bo'ldi ishlatganimga, o'shani mana yaxshilab qo'yib boramiz. O'sha ham bor ekan ozgina. Endi bularni aralashtirgan bu idishim kichiklik qiladi. Yana bu yoqqa men kokos chipsim bor edi. Hozir kokos chipsini ham solamiz. Bu tuproqni yumshatadi. Gullar mazza qilib nafas oladi. Bu gullar uchalasi ham menga sinashda gullar. Unaqa ko'p yillardan beri bu gullar mana bir idish, bir stakan edi. Mana kokos chipsi bu tuproqni rixli, yumshoq qiladi. Ancha yillardan beri bu gullar bilan shug'ullanaman. Shu fikus benjamin yoki voyenniy naqa fikus yoki kauchokonusniy katta barglik bilan shug'ullanaman. O'shaning uchun qanaqadir avvalo xudo, lekin qo'rqmayapman nima sababdandir. U tuproq bularga tabiiy. Keyin ozgina yer tuprog'i qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi. Bu ko'taradi buni, yer tuprog'ini. Endi buni kichkina bo'lgani uchun hozir kattaroq idishga solamiz. Mana endi patnisga solib oldim kattaroq. Agar tuproq yetmasa yana buni tayyorlash mumkin. Mana yaxshilab aralashtiramiz. O'rtacha tuproq, juda namligi kamroq. Bunga men ekkandan keyin suv qo'yaman. Sug'orib qo'yaman. Endi mana gulimni, katta fikusimni mana shu tuvakka ekishga qaror qildim. Mana buni bo'yiga shu tuvak mos deb o'yladim. Qani men hozir ekaman, sizlarga ko'rsataman. Buni tagiga penoplast solib oldim. Men penoplastni nimaga yaxshi ko'raman, nima sababdan? Birinchidan u yengil. Keyin qishda sovuq kunlarda bu sovib ketmaydi, yozning issig'ida isib ketmaydi. Ikkinchidan, uchinchidan bu mutlaqo tekin. Uyga har xil elektr tovarlar, elektrotexnika sotib olganimizda o'sha keladi penoplast, men paketga solib chetga olib qo'yaman-da, mana shunaqa paytda foydalanaman. Mana buni tagiga ozgina ozuqa, osmakot sovoramiz, sevoramiz, ozuqa suv qo'yamiz. Bu sekin ozuqani shu osmakot o'sha ildizdan olib yotadi. Qishim bilan bularga unaqa ozuqa berishimiz shart emas. Buni menga aytishdi 9 oyga yetadi bu osmakot deyishdi, lekin bilarim 3 oylik, 6 oyliklik osmakot ozuqa borligini bilarim, lekin 9 oyligini bilmas edim. Mana sotuvchi 9 oyga bemalol yetadi deb berdi. Endi mana fikus benjaminni ekamiz, mayda bargli fikusimizni. Bu yerda 2 tub. Mana po'kak solib oldim buni tagiga. Endi tuproq solamiz ozgincha. Endi osmakotimiz, mana osmakot, ozgina osmakot solamiz. Mana osmakot soldim tagiga. Endi telefonga tushmadim bilmadim. Mana endi buni o'tkazamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir men buni ekib olaman, yana sizlar bilan ko'rishamiz. Navbat voyenniy fikusimizga keldi. Mana eng kichkinasi. Bo'yi bir qarish taxminan.
Qani, mana bir qarich taxminan. Bu 20-25 santimetr taxminan. Mana buni endi idishga gultuvakka po'kak soldim. Hamma joy tuproq chang bo'lib ketdi. Tuproq bilan ishlagandan keyin mana shunaqa telefonlarga ham chang o'tirdi. Mana bismillahirrohmanirrohim. Ozgina tuproq solib olamiz buni tagiga. Mana soldim. 2 santimetr, 3 santimetr taxminan bo'ldi. Endi mana asmakot bor, asmakot solamiz. Mana ozgina aralashtiramiz buni tuproq bilan. Sug'organimizda bu shu yerdan ozuqa olib o'sadi. Mana ildizi ham kichkina, shu tuvakka mos deb o'ylayman. Mana mana hurmatli kuzatuvchilar, ancha cho'zildi bu roligim. Mana ekib bo'ldim mana shu 3 ta tuvakka. Endi bularni chiroyli qilib barglarini yuvib, tozalab, mana gulimizga katta fikusni menimcha to'g'rilashim kerak. Bunga bitta yog'ochchaga yaxshilab qotirib, keyin ko'rsataman, uchrashamiz sizlar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, gullarni ekib olgandan keyingi holati. Yaxshilab barglarini artdim, suv bilan yuvdim, tagiga suv quydim. Mana kichkina bu baynisi, mana mayda bargli Benjamin. Gulim buni endi Benjaminni ancha ish ko'p. Buni barglari juda ham mayda, buni bittalab hali artaman. Bularni suv qanaqa ichadi? Oddiy tindirilgan suv quyamiz tagiga, barmog'imiz bilan tagini tuprog'ini ko'ramiz, kavlab ko'ramiz. 1-2-3 santimetr quruq bo'lsa, demak bularga suv quyish kerak. Bular shunaqa suv ichadi. Unaqa ko'p suv quyganni ham yoqtirmaydi, juda qurg'oqchilikni ham uncha xush ko'rishmaydi. Keyin bularning ozuqalariga kelsak, mana hurmatli kuzatuvchilar, men bu gullarga, fikuslarimga NPK 3/20 ishlataman men. Ishlatishingiz mumkin 3/25, 3/18 ishlatishingiz mumkin. Keyin helat jeleza har 3 oyda bitta qo'yaman, 1 litr suvga 1 gram. Keyin perix vodorod. Bu perix vodorod nima sababdan quyiladi? Ildizlari yaxshi nafas olish uchun, kislorod yetib borishi uchun o'sha perix vodorod quyiladi. Keyin monokaliy fosfat 1 litr suvga 1 gram solib beraman. Men yantarka, buni men eng yaxshi ko'rgan ozuqam yantarka bilan yantarniy kislota deyiladi. Monokaliy fosfatni men juda ham yaxshi ko'raman. Undan tashqari mana kalsiyevaya selitra, uni ham vaqt bilan berib turaman. Mana monokaliy fosfatni aytib o'tdik. Selitra kaliyevaya, bu ham berib turaman vaqtida. Keyin Kemiralux, bu ham juda ham yaxshi ozuqa. Buning tarkibida hamma narsa bor. Mana gulga qiziqadiganlar, ko'pdan shug'ullanadiganlar juda ham yaxshi bo'ladi. Buning tarkibida azot bor, общий bor, keyin azot ammiachniy u ham bor ekan, azot nitratli qisqartirilib yozilgan buni, lekin fosfor bor. Bu hammasi gullarga foydali ozuqa, kerakli ozuqa. Kaliy bor ekan, jeleza, bor, med, marganiz, molibden, sink. Xullas qo'yinchi gullarga umuman mana shu Kemiralux-da umumiy jamlangan shu hamma ozuqalarning yig'indisi bor. Shu ozuqada Kemiralux-da. Agar Kemiralux-ni har doim har 2 haftada bermayman desanglar, 2 haftada bir marta Kemiralux berishinglar mumkin. Keyingi safar yantarniy kislota, keyingi safar monokaliy fosfat, shunaqa qilib NPK hammasini o'zini joyi, o'zini yo'li bor. Albatta har doim bir xil ozuqa beraversam qanaqadir noto'g'ri deb o'ylayman. Balki kimgadir to'g'ridir, lekin men shunaqa almashtirib berib turaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona uchrashguncha Allohga omonat bo'linglar. Gullaringiz har doim chaman bo'lib ochilib, yashnab tursin, ko'zlaringizni quvontirsin.